Maltozda gidrolizda hosil bo'lgan mahsulot spirtli bijg'itilda olingan etanoldan sulfat ishtirokida shuncha gram etilen hosil bo'lsa, uglevodorod massalar farqini aniqlang. Uglevodlar massa farqini aniqlang. Javob 1.8 chiqyapti. Maltoza bu disaxarid gidrolizlansa 2 molekula glyukoza hosil qiladi. Qaytaraman, maltoza bu disaxarid hisoblanadi. U gidrolizlansa 2 molekula glyukoza hosil qiladi. 18 gram o'ziga suv biriktirganligi uchun mana buni massasi 342, buni massasi 360. Molekulyar massasini topib 2 ko'paytiramiz. 360 dan 342 ni aytsak 18 gramga, ya'ni mana bu suvning massasiga farq paydo bo'ladi uglevodlar o'rtasida. Farq mana bu suvning hisobiga, ya'ni 18 gramga farq paydo bo'ldi. Endi 1 mol glyukoza bijg'isa 2 mol spirt hosil bo'ladi. Bizda keyin bu spirt sulfatida ishtirokida qizdirilganda 28 gram etilen hosil bo'ladi. 1 mol spirtdan 28 gram etilen. Bizda 11,2 gram etilen bo'lsa, spirt necha mol bo'lgan? 0,4 mol bo'lgan. 0,4 mol spirt hosil bo'lish uchun qancha glyukoza kerak? 0,2 mol glyukoza kerak. 2 mol glyukoza hosil bo'lganda 18 gramga farq bo'lsa, 0,2 mol glyukoza hosil bo'lish uchun necha gramga farq bo'lish kerak? 1.8 gramga farq bo'lish kerak.